Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimiz nima haqida? Bizga kerak bo'ladi oddiy alifkivi masla yoki Alisa kreman bo'ladi. Bolamizni yuziga surtib olamiz. Bu nima uchun kerak bizga? Bolamizning gapirishida, ko'p so'zlar ajralishida, nutqida kechikishlar bo'ladigan bo'lsa, yoki qaysi so'zlarni ayta olmaydigan bo'lsa, oddiy yuz massajini uy sharoitida bemalol qilsangiz bo'ladi. Faqat yaxshilab ko'rib, kuzatib, qaysi tochkalarni massaj qilayotganini ko'rib olib, uyda ham xuddi shunaqa siz bolangiz bilan bemalol shu mashqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi, massajlarni. Bu massajlarimiz asosan yuz nervlariga keladigan, yuz muskullariga boradigan, mimika muskullariga, og'izni lunchni atroflariga boradigan nervlarni, ayniqsa gapirishda ishtirok etadigan og'izni aynalan muskullarni ko'proq harakatga keltiradi va shu bilan birgalikda qon aylanishini yaxshilaydi. Ya'ni bu nimaga kerak bo'ladi? So'z ishtirok etishiga javobgar bo'lgan muskullarni yanada yaxshiroq ishlashga yordam beradigan massajimiz shundan iborat. Ko'ringlar, yaxshilab o'rganib olinglar va bolalaringizda foydalaninglar, qilib ko'ringlar, rezultatni sezasizlar, xudo xohlasa. Bu mashqimizni 10 minutdan 15 minutgacha qilsa bo'ladi bemalol. Bu mashqimiz 10 kun qildingiz, yana bir oydan beri yana 10 kun qilsangiz bo'ladi bemalol. Hech qanaqa zararli tomoni yo'q umuman. Faqat bitta narsaga muhim ahamiyat berishimiz kerak. Jag'osti limfa bezlari bor, limfa bezlarini ezib qo'ymasligimiz kerak. Shundan ehtiyot bo'lib, qolgan tochkalarni bemalol uqalab massaj qilsa bo'ladi. Yana sizlar uchun muhim ma'lumot, bu o'zi asosan bolalarimiz har xil bolada, har xil vaqtda tili chiqadi. Bu mashqimizni bemalol 6 oylikdan yoki 8 oylikdan qilishingiz mumkin. Bu profilaktika uchun qilinadigan narsa. Ya'ni bu massajni qilsangiz, ertada bolangiz katta bo'lganda nutqi tez chiqadi, so'zlarni ravon aytadi, so'zlarni tezroq bir-biriga qo'shib aytishi oson bo'ladi. Bolangiz katta bo'lganda 1 yoshda to'liq bemalol gapiraveradi.